G'amsiz hayot kechirish bu baxt emas. Baxt bu ko'ngilning notinchligidir. Hayot. Buncha go'zal bo'lmasang, sen chiroylisan, xuddi kapalakka o'xshaysan. Go'zal qanotlaringga hamma mahliyo bo'ladi. Afsus, bir kungina yashaysan. Bizni mana shu bir kungina yashashga imkonimiz bo'larmikan? O'sha bir kun qachon kelarkina? Singillarim yuzda xotirjamlikni ko'rishni istayman. Ularni farovon yashashlari uchun qancha intilmay uddasidan chiqa olmayapman. Nima qilishga ham hayronman.